Bugungi kunda aktual muammolarini yechimida yordam beradigan mazmunli taqdimotingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli ishtirokchilar, bu aytilayotgan innovatsion yechimlar asosida masalan loyiha ishlarini bajarganimizda qanday natijalarga erishamiz? Ayniqsa bugungi kunda uy-joy bilan bog'liq masalalarni hal etishda namunaviy loyihalarning o'rni, umuman zamonaviy turar joy majmualarida namunaviy loyihalarning afzalliklari to'g'risida taqdimot uchun yana bir bor Nodirbekni taklif qilamiz. Marhamat. Aynan Yurtboshimiz 2018-yildagi qarorlari 38-63 sonli qarorlari 18-yilda tasdiqlangan. Bunda nima? Bunda aholini turar joyga bo'lgan ehtiyojini qonun. Bugungi kunda hech birimiz siramas aholimiz yiliga qariyb 1 millionga, ya'ni 900 ming kishiga ko'payib bormoqda. Bu o'ziga yarasha iqtisodiy jozibador, ammo qurilish, umuman arxitektura sohasi ham bu judayam katta mas'uliyatli. Ya'ni har bir aholining ehtiyojini qondirish uchun xarid qobiliyatiga mos, daromadiga mos uy-joy bilan ta'minlaydi. Aynan shu borada, ya'ni bizda buni qanaqa amalga oshirishimiz mumkin bugungi kunda? Har bir ota-onani farzandini uy-joyli qilish, oila qurgandan keyin alohida chiqarish va o'zi shundan masalan oila qurgan inson uy xarid qilishi kerak bo'ladi. Lekin bugungi kunda hozir hamma hisob-kitobga iqtisodiy jihatdan aholini daromadiga muvofiq bir o'tmishga nazar tashlaymiz. Ya'ni namunaviy loyihalar qachon o'zi aktual bo'ldi va bu qanaqa samara berdi? 1966-yilda demak ommaviy zilzilalar oqibatida 100 minglab kishilar uysiz qoldi. Shu vaqtda demak halokatda halok bo'lgan kishilarning aholini uy-joy bilan ta'minlash masalasi aktual bo'lib qoldi. Shu vaqtda O'zbekiston sobiq ittifoq davrida bo'lgan, o'shanda demak bir fojiaviy savolga sababchi bo'lgan. Ya'ni sobiq ittifoq tarkibidagi qurulishga jalb qilingan holda namunaviy loyihalar ommaviy qurilishi boshlandi. Bunda namunaviy loyihalar o'sha davrda qahramonlar seviladi. Toshkentda qaraganda shu davrda qurilganlar bor. Xo'p, namunaviy loyihalar iqtisodiy afzalligini tasavvur qilamiz. Bozorga bordik, ulgurji narxda xarid qilishimiz mumkin. Masalan, qurilish materiali, sement bo'ladi, boshqa material. Buni ulgurji narxda olsak bir necha 20%dan 30%gacha arzon narxda olishimiz mumkin. Va aniq ketma-ketlik bor. Ya'ni oldin retseptlik bo'ladi. Masalan, oshpaz osh pishiradi. Masalan, har kuni 100 kishi yoki 1000 kishiga osh pishiradi. Lekin uni aniq algoritm bor. Ya'ni har kuni yengil mijoz uchun unga alohida retsept o'ylab topildi. Arxitektura sohasi ham xuddi shunaqa. Ya'ni oldin retsept bor. Bu aynan shu oldin retsept namunaviy loyiha deyiladi. Namunaviy loyiha iqtisodiy jihatdan demak loyihalashga ketadigan xarajatni demak 20-30% umumiy hisobda qisqartirishi mumkin. Ham oldindan baholangan qurilish materiallari ketma-ketligini aniq bo'lgani uchun bu oldindan qurilish materiallari ishlab chiqarilishi bilan shartnomani imzolashga yordam beradi, ham sifat va xavfsizlikni arzonroq olishiga yordam beradi. Hop, sifat va xavfsizlik yuqori darajada. Tasavvur qiling, hozir kunda chegirma siramas, shahar markazlarida qurilishlar bormoqda. Bu qurilishi hali binosi mavhum, yangi shaklda yangicha qurilish. Buni mavhumlikda buni qurilish uchun qanday texnologiya bo'ladi, oldindan baholay olmaslik mumkin. Tajribasi qurilishi. Aynan. Buni qanaqa bo'ladi? Oldindan mustahkamligini sinovdan o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Shunchaki olib qurib borgan bo'lishi mumkin. Lekin buni namunaviy loyihada bir necha marta sinovdan o'tgan bo'ladi. Ya'ni bu sportchining salomatligiga o'xshaydi. Sportchi doim shug'ullanadi. Shu yillar tekshiriladi salomatlik. Namunaviy loyihada yer maydoniga qarab tekshirib boradi. Ya'ni har bir kichik emas, har bir yer maydoni o'ziga yarasha qatlamlar bor. Bu haqda hozir birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. Namunaviy loyihada muhim jihat, ya'ni loyiha qismi tayyor holatda bo'ladi. Ya'ni yo'l sarfidan tepasida aniq holatda loyihalanadi. Biz ham o'zimizni yurtboshimizga qarorlar asosida ijrosini ta'minlashimiz asosida 5 va 7 va 9 muvofiqlikda namunaviy asosiy funksional talablarga javob beradigan turar joy majmualari loyihasini ishlab chiqamiz. Arxitektura konstruksiya.
Yo'l-sardan pastida bo'lsa biz yer maydonini moslashtiramiz. Bundan oldingi tadqiqotni ko'rib chiqdik, yer maydonini termik tadqiqot yordamida qatlamlarni zichlligini aniqlash, boshqa xususiyatlarni o'rgangan holda bu ularning chuqurligi, uni diametri, har bitta qatlamni unga moslashtirishi zarur bo'ladi. Hop, sizningcha bu namuna izohini bu ham foydali bo'lishi mumkin. Albatta, bu yuqoridagi argumentlarni inobatga olsak, iqtisodiy jihatdan judayam muvofiq bo'ladi. Endi bitta narsani inobatga olishimiz kerak. Yuqorida buni oldin taqdimot ko'rib chiqqanmiz, geologiyani bosib olish nimalarga olib keladi. Putin Mo'safdan tepasi tayyor loyiha bo'lishi mumkin, lekin hozirgi tayyor loyiha olsa, qayerdadir qurilgan bino bor, ya'ni turar joy majmuasi. Buni olib shunchaki bu yerga qursak bo'lmaydi. Bu judayam xato fikr bo'ladi. Ya'ni har bir aytib o'tganimizda tuproqni zichligi, uni tarkibi, har biri suv sathini balandligi vaqt o'tishi bilan, ya'ni plitalar siljishi, bu ming yillar davomida sathlar o'zgarib, qatlamlar o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin. Va hozirgi turgan joyimiz Sirdaryodagi, Gulistondagi holat bilan umuman boshqa viloyatdagi Samarqanddagi holat mos kelmasligi mumkin. Bu albatta tabiiy jarayon. Buni inobatga olish kerak. Bo'lmasa qanday oqibat kutadi? Ya'ni shu binoni pastki qatlami inobatga olinmasa, bu vaqt o'tishi bilan yoriqlarni paydo qiladi va insonni hayotida xavf tug'diradigan darajada pastligi tahdid soladi. Shuning uchun biz aynan qurilishni muhandislik bitirular, geofora shaharsozlik kadastrining inspeksiyasida aynan umuman har bir sohani qabul qilgan holatda namunaviy loyihalarni yer maydonlariga moslashtirib taqdim etamiz. Undashtiramiz, fikrimiz demak, namunaviy loyihalar iqtisodiy jihatdan muvofiq keladi, lekin shuni unutmasimiz kerak, hech birimizdan har bir holatda farq. Shuning uchun uy-joy xaridlarimizni boshqa bo'ladi, unda albatta shuni geologik tadqiqotlar o'tkazilgan, bu hozirgi aytib o'tganlaridek tadqiqot agar bunaqa holatda bo'lsa, bu insonni hayotidan xavfsizlik. Buni nazoratga olish kerak va o'zimizni iste'mol sifatida har bir ishda ham buni inobatga olishimiz kerak. Bugungi kunda bizda aytib o'tdik, 5 qavatdan muvaffaqiyatli bo'lgan namunaviy loyihalarni qurilish uchun ishlashga tadqiqotlar kelmoqda. Demak, umumiy bizani hozirgi so'zimni yakunida yeni portni iqtibosdan ko'rmoqchi, ya'ni kelajak uchun tayyorgarlik bo'lishi eng yaxshi vaqt hozir. Aynan biz bugungi kunda O'zbekistonni rag'bat qilayotgan har bir tanlovimiz, amaliyotga joriy etish orqali muvaffaqiyatga erishishimiz, vatanimiz iqtisodiyotini rivojlantirishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat mazmunli taqdimot uchun. Ishtirokchilarda savollar bormi? Ma'ruzachilarga yoki taqdimot o'tkazayotganlarga. Hozir aytilayotgan namunaviy loyihalar yoki o'sha GTZ geologiyada ishlatilayotgan ayrim asbob uskunalar